Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Man Shahrisabz davlat pedagogika instituti, pedagogika fakulteti, boshlang'ich ta'lim metodikasi kafedrasi o'qituvchisi Rahmatullayeva Sabohat Sadullayevna bo'laman. Bugun sizlar bilan husnixatga o'qitish texnologiyasi fanidan suhbatlashamiz. Bugun siz bilan o'tadigan mavzumiz husnixatga o'rgatishning maqsad vazifalari, ta'limiy ahamiyati mavzusida suhbat olib boramiz. Keling aziz talabalar, darsimizni boshlashdan oldin darsimizni rejalari bilan tanishib olamiz. Xo'sh, darsimizni rejalari quyidagilardan iborat. Birinchi rejamiz husnixatga o'rgatishning maqsad vazifalari. Ikkinchi rejamiz yozuv jarayonini tashkil qilish metodikasi. Uchinchi rejamiz husnixat o'qitish texnologiyasi fanining boshqa fanlar bilan aloqasi. Xo'sh, birinchi rejamiz haqida suhbatlashamiz sizlar bilan. Pedagogika oliy o'quv yurtlarida o'qitiladigan husnixat o'qish texnologiyasi fanining maqsadi quyidagilardan iborat bo'ladi. Ya'ni birinchi maqsadimiz talabalarga husnixat metodikasidan nazariy ma'lumot berish. Ikkinchi maqsadimiz talabalarni bo'lg'usi o'qituvchilarni husnixat talablari asosida yozishga o'rgatish hamda keyingi maqsadlarimizdan biri boshlang'ich ta'lim o'qituvchilarini husnixatga o'rgatish metod va usullari bilan qurollantirishdan iboratdir. Hammamizga ma'lumki, husnixat o'qitish texnologiyasi fani o'z oldiga quyidagi vazifalarni qo'yadi. Ya'ni bu vazifalardan quyidagilarni sizga tanishtirib o'taman. Bunda talabalarga chiroyli yozuv haqida nazariy bilim berish, o'z dastxatlari ustida ishlash yuzasidan malakalar hosil qilish, boshlang'ich sinflarda husnixat darslarini rejalashtirish va tashkil etishga o'rgatish, boshlang'ich sinflar uchun husnixat materiallarini tanlay olish tamoyillari bilan tanishtirish. Keyingisi esa husnixat o'rgatish metodikasi fanining boshqa fanlar bilan uzviy aloqada bo'lib, ularning natijalariga tayanadi. Ya'ni hammamizga ma'lumki, amaliy fan hisoblangan husnixatga o'rgatish metodikasi fani til o'rganish jarayoni ham hisoblanadi. Yozish uchun tanlangan til faktlari ayni vaqtda adabiy tilni o'zlashtirib borishga yordam beradi. Pedagogik fanlar qatorida husnixat darslari ham ta'lim-tarbiya berish vazifasini ham bajaradi. Husnixat darslarda barkamol shaxs tushunchasi ichiga tozalik, tartiblilik tarbiyasini o'z ichiga mujassamlashtiradi. Husnixatga o'rgatish metodikasi fani ham pedagogikaning ta'lim, tarbiya birligi tamoyiliga amal qiladi. Husnixatga o'rgatish metodikasining asoslaridan yana biri bu psixologiyadir. Psixologiya his, tasavvur, fikr, intilish, istak, havas, qobiliyat kabi tushunchalar haqida ma'lumot beradi. Husnixatga o'rgatishda bola psixologiyasidagi yuqoridagi holatlarga tayanib ish ko'riladi. O'quv materiallari tanlanadi, sinflar bo'yicha taqsimlanadi. Husnixatga o'rgatish metodikasi fani fiziologiya, tilshunoslik, adabiyotshunoslik va tarix fanlari bilan ham uzviy aloqada hisoblanadi. Ya'ni o'quvchining yozuv jarayonidagi fiziologik holati qo'l harakatlari yozganlarini to'g'ri, aniq talaffuz qilishga fiziologiyaga tayansa, yozuv uchun tanlangan matnni tahlil qilishda adabiyotshunoslik materiallariga, yozuvning paydo bo'lishi, uning jamiyatdagi tutgan o'rnini tushunishga esa tarix fanining yutuqlariga asoslangan holda ish ko'radi. Husnixatga o'qitish texnologiyasi fanini qisqagina sizga ma'lumot berib o'tdim. Agar mavzu jarayonida savollaringiz bo'lsa, marhamat, savollaringizga tayyorman.